Nima uchun eshik ichkari tomonga ochiladigan qildik? Sababini tushuntirib beray. Bu yuvinish xonasi. Bu yonida yotoqxona borligi hisobiga eshikni ichkariga ochdik bu yuvinish xonasini. Sababi bu yotoqxonadagi eshik tashqariga o'ngga ochiladigan bo'ldi. Buni ichkariga ochiladigan qildik. Aziz do'stlar, bu 16dagi obyektimiz. Eshikdan kirganda o'ng tomonga rakvina qilib berdik. Ko'rib turganlaridek. Rakvina podvesnoy bo'ldi. Tagida kir mashinani o'rni bor. Mana rozetkasi va suvlar ulanadigan joyi, ustida yonadigan ko'zgusi bor va bu devorimiz aytgancha kafil bo'lgan. Kafil cho'blari epaksli zatrika bo'lgan. Binan chekasini ham shunaqa epaksli zatrika qilib berdik. Ko'rib turganlaridek shunaqa moshni sochni bo'lgan. Pollar ham shunaqa holat. Aytgancha bu polimiz ham, devorimiz ham bu yerda kafil bo'lgan. Ko'rib turganlaridek shunaqa 45 gradus charxlanib chiroyli qilingan. Bu tomonda aynadan перегородкamiz bor. Shunaqangi surma qilib ochiladi. Bu tomonda radiator joylandi. Bu через котел isidi. Bu tomonda yuvinish joyi bo'ldi. Ko'rib turganlaridek shunaqangi holatda bitdi. Смеситель, polka shunaqangi ajoyib chiroyli. Bu tomonda portichkamiz bor. Patologlarimiz natijali bo'lgan. 4 ta plafon qo'yilgan, bitta ventilator plafon bilan birgalikda yonadi. Pashi ham kirib olibdi. Ventilator bilganlaridek hidlar bilan parlada olib chiqib ketib turadi. Agar do'stlar bu videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu xonamizning razmeri 1.52 1.80 santimetrlik xona edi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Sirojbek Sanuzel guruhimiz bor, profilimiz bor. Shunga kirib obuna bo'lib qo'yinglar, adminga qilib qo'ydim. Shu profilimizga kirsanglar, raqamni qoldirganmiz, bemalol murojaat qilib xizmatlarni qildirishinglar mumkin. Sizlar bilan Kamina Sirojbekda keyingi ishlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.